Shimoli-g'arbiy harbiy okrugining ma'naviyat va ma'rifat markazida yuksak ma'naviyatni, oilada sog'lom turmush tarzini, mustahkam oila qadriyatlari va ibratli hayot tarzini targ'ib etishga qaratilgan "Men ibratli harbiy oila bekasiman" shiori ostida ibratli harbiy oila ko'rik-tanlovining okrug bosqichi o'tkazildi. Mazkur tanlovning asosiy maqsadi harbiy oilalarda sog'lom muhitni yaratish, milliy urf-odatlarimizni asrab-avaylash hamda oilaviy qadriyatlarni yosh avlodga yetkazishdir. Mazkur tanlov nafaqat oddiy bellashuv, balki harbiy oilalar hayotidagi mehr, sadoqat, matonat va fidoyilikni ulug'lovchi ma'naviy maydon sifatida namoyon bo'ldi. Ko'rik-tanlov 5 ta shart asosida harbiy oilalarning milliy urf-odatlar va qadriyatlarni o'zida mujassam etgan chiqishlari tomoshabinlarga bayramona kayfiyat ulashdi. Har bir oila sahnada o'ziga xos yondashuv va yuksak mas'uliyat bilan o'zaro hurmat, mehr-oqibat, sabr-toqat va sadoqat kabi ezgu fazilatlar yorqin ifodasini namoyon etdi. Unda ishtirok etgan oilalar o'zlarining nafaqat uy bekasi sifatidagi mahoratini, balki milliy an'analarga bo'lgan chuqur hurmati, farzand tarbiyasidagi ibratli yondashuvlari hamda oilaviy totuvlikni aks ettiruvchi chiqishlari bilan ajralib turdilar. Bu esa harbiy oilalarda shakllangan mustahkam ma'naviy muhitning yaqqol dalili bo'ldi. Elimizga xizmat etib o'tirgan askarlarning shang'iraqlari chiqib, o'zlarining milliyligini qo'ldan kelgancha har bir milliy tag'imlari bo'lsin, o'neri bo'lsin, so'larni ko'rsatib berdi. Sheti shang'iraqning ishining hammasi tesli o'zlarining o'rnini oldi. Nega hozir eng birinchi o'rin olgan askarimiz Toshkent qalasiga yo'llanma oldi. Men juda quvonchliman. Bizlar juri hayotlari hammasi o'zlarining haqiqiy o'zining barma o'rnini belgilab, ularga sonday baho berdi. Ya'ni bizlarning jas kelishaklarimizga bu narsaning juda yaxshi bo'ldi. Sababi jas avlodlarimizga o'tib kerak bu narsa. Avloddan avlodga o'tib bu juda bir quvonchli narsa deb o'ylayman. Mening bir quvongan yerim bu askariy okrugda da barma shunday bir shaxsi o'zimizning milliyligimizning barma o'zining kerakli dasturlarini barini o'tkazib berdi. Ishtirokchilarning chiqishlari tajribali va xolis raqamlar hay'ati tomonidan adolatli baholanib, har bir oila faoliyati chuqur tahlil qilindi. Natijalarga ko'ra eng faol, tashabbuskor va namunali oila tanlovining keyingi bosqichi uchun yo'llanmani qo'lga kiritdi. Tadbir yakunida g'olib va sovrindorlar tantanali ravishda diplomlar hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. Bu e'tirof ular uchun nafaqat rag'bat, balki yanada katta mas'uliyat va yangi marralar sari ilhom manbai bo'lib xizmat qiladi. Ibratli harbiy oila ko'rik-tanlovi bo'lib o'tdi. Bu yerda bugungi kunda yig'ilgan oilalarda o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish hamda harbiy xizmatchilar bugungi kunda xalqimizdagi barcha tadbirlarda harbiy xizmatchilar ham faol ishtirok etib kelayotganligini inobatga olgan holatda mana shunday ajoyib tadbir tashkillashtirildi. Biz ham o'zimizni oilamiz bilan mana shu tadbirda qatnashdik. Bu ibratli oila tadbirida juda qiziqarli shart-sharoitlar mujassamlik bo'lgan. Har bitta shart o'zini shijoati va g'ayrati bilan ishtirok etadigan harbiy xizmatchilarda bugungi harbiy oila ko'rik-tanlovida munosib ishtirok etgan oilalar o'rtasida bahs-munozaralar juda kuchli o'tdi. Tadbirda o'zimiz oilamiz bilan namunalik ishtirok etib, faxrli o'rin egalladik. Bundan keyingi Mudofaa vazirligi bosqichida ham o'z oilamiz bilan birinchi o'rinlarni egallashga harakat qilamiz va va'da beramiz. Ushbu ko'rik-tanlov harbiy oilalarda sog'lom ma'naviyat muhitini mustahkamlash, milliy qadriyatlarni asrab-avaylash va ibratli oilalarni keng jamoatchilikka namuna sifatida targ'ib etishda muhim o'rin tutdi. Zero mustahkam oila jamiyat tayanchi, harbiy oila esa vatan himoyasining ma'naviy ustunidir.